Assalomu alaykum. Aziz gulshaydolar, singillar. Xlorofitum gulini juda chiroyli bo'lib o'sish uchun mana eng oddiy usul fitil qilish. Mana tomirlari chiqib qolgan, barglari yaltillab turibdi. Juda sog'lom. Birinchi mana bunday mayda stakanlarga o'tkazib olaman. Mana birinchi shunni ko'paytirib ancha katta bo'lgandan keyin mana tomirlari shu stakancha tomirni to'lgandan keyin mana bu tuvakka o'tkazaman. Ancha katta bo'lib qoladi. Mana ko'rinishi fitilda juda sog'lom, ham chiroyli o'sadi. Bu suvni yaxshi ko'radi. Torf bilan tuprog'i faqat torf bilan perlit. Boshqa hech narsa yo'q. Ikkovi yaxshi. Juda tez o'syapti. Yaqindagina shunday kichkina edi. Shuncha katta bo'ldi. O'zim sinab ko'rdim. Sizlar ham sinab ko'ringlar.